taxtga o'ltirdigan kuni Hindiston podshohligining eng kuchli qo'shinlari hayvat bilan paraddan o'tadi. Axi Xumi, Yaxubin, o'ng tarafdagilar, so'ng tarafdagilar. Boshlab ketdik. Tan 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 tan. Axi Xumi, Yaxu Xami, Ahu. Axi Xumi, Yaxubin. Axi Xumi, Yaxubin. Axi Xumi, Yaxubin. Bu paraddan o'tish qaltis bo'ldiki, Hindiston tarixidagi eng yaxshi paraddan o'tish mushuning bilan oxirlashdimi deyman. Baladiva taxtga o'ltirgani bilan xalq yanada Bahubalini qattiq qo'llaydi. Bütün xalq Bahubalining ismini chaqirib turib maydonni ko'taribdi. Bahu, Yangzang Bahu. Bahu, Yangzang ba. Ya qistashmoqda, Ya oyog'imda soldi. Ya Bahubali. Yerjahon Bahubalining ismi bilan qattiq titrab ketdi. Baladiva bo'lsa, taxtning ustida po'xigandek o'ltiradi. Bahubali mo oxir murodiga yetib Sharvanixon bilan to'y qildi va Hindistonda bir nopusning ko'payishiga to'kib qo'shdi. Sharvanixonning qo'saq ko'targanini anglab, har qaysi o'rda a'zolari uni yo'qlab keladi. Podshoh Baladiva fursatni g'animat bilib Bahubalini xotiniga uzoqroq hamroh bo'lib bersin, omildor ayollarni qarbesib qolsa bo'lmaydi, sammi talad lag'aylab yurmay ko'proq xotiningga hamroh bo'l deb Bahubalining o'rniga patiqinda o'lib ketadigan Setopatini sang'ulliq o'rniga tayinlaydi. Bu ishlarning aniqli Bahubalini ko'zdan yo'qotish uchun ilib berilayotgan suiqasd ekanligini his qilgan Sharvanixon odam bor yo'q demay vatildashga boshlaydi. Qanapa, erim siz nim desangiz hadabsiz demay o'tib qo'ygan o'xshaydi, ha? Ko'z oldingizda Bahubalini mushundaq mot qilsa, g'ing-ping qilmadingizku. Ko'z degan kamaknasi ko'rmisi bekonasi deb xandallikning sang'uni burun bir qovul shirti, hamda odam chiqmaganda qasmoq kir bo'ldimi? Ay xotin, bir qiz gapdan qolsangchu. Nimani qalaman, nimani? Ma uyda sizli bo'zakma? Erkak bo'lsangiz, xandallik podshoh bo'ling. Ondan men rozi bo'laman. Bichora Bahubali opsi bilan xotinning orasida tanqisliq qoladi. Hey, buni bundaq qiynig'icha ikkinglar tangli daryoga sakrib olsanglar bo'lmamdi. Necha kundan keyin butxona tavob qilish faoliyati ilib berildi. Setopati butxonaga kirgan qizlarni bir-birlab silab-siypab tekshiryotdi. Sharvanixon bu numus qarab o'ltirmay xanjarni sug'urib, Setopatini davlat e'tirof qilgan birinchi darajalik meyib qilib qo'ydi. Bu sababli Sharvanixon podshoh tarafidan sotga tortildi. Alilri, sizning bu tayinlagan sang'uningiz qarsam o'tgan kechgan cho'kallarga tirnag'ini bek patirib ketdi. Qo'ypasam ma'am patirib etadigan chiray. Shuni tirnag'ini olib qo'ydim. Quruq gap. Neydi tirnag'imni oladi? Barmog'imni uzib etdi. Sal cho'nqirib yutib qoptimi Setopati apandim. Dal bu paytda Bahubali shamolga dasab, mazmut qadamlari bilan xuddi Victoria Secret tomongandek ishonch bilan keladi. Hamda xotindan bo'lgan ahvollarni anglab qattiq g'azablanadi. Ay xotin, bundaq ahvol ostida tirnag'ini kesmaysan, chechini kessan, deydi-da. Qo'lidagi shamshirini bir o'ynatib, Setopatining bo'y egizligini 1.80 dan 1.50 tushirib qo'ydi. Podshoh Baladiva bo'lsa, Bahubalining tijorat kinishkisi bijirmay turib, o'z oldiga qassoblik qilganligiga qattiq ranjib ketdi. Xon valida Bahubalining o'ziga yuz bermaganligidan qattiq ranjiydi. Chiqqin odamni ko'zga olmayvatamsa, sen go birnin bo'lsa xotiningni rastlaydigan bo'lsa, örp odat qoida usullarni unutib ketdingmi? Hey jinim ana. Sizning menga o'rgatgan narslaringizning hech qaysini unutib qolganim yo'q. Siz menga odillikni, samimiylikni ham vafodorlikni o'rgatdingiz. Amdilikda siz meni o'rgatganlaringizga qarshi ish qilmoqchi bo'lyapsiz. Bugun men xotinim tarafda emas, balki odillik tarafda turdim. Buni tushunishingizni umid qilaman. Xon valida Bahubali va Sharvanixonni o'rnidan qo'g'lab chiqardi. Xalqlar puhroga aylangan Bahubali va ayolni qizg'in qarshi davomini ko'makchi bo'lsangiz Pano saloniga kiring. Salon nomi boshpat yizig'liq. Bir qo'y to'lab ko'ramishdi. Qo'g'amni egib. Tfi. Valde yig'lashmanglar. Puhra bo'p ketdingiz-da. Chip ketdingiz. Chip ketdi degan gap, molla qatdi degan gap.
puhraga aylangan Bahubali o'zining mo'l tajribasi va kasbiy bilimlariga tayinib, xalqning o'tida kuyib, suyida eqib, cho'nqur singib, xalq orasida texmi ko'p hurmatga sazovor bo'ladi. Bu ishlarni ko'rib o'zining taxtining tavrab qilishidan ansirgan Baladiva Bahubalini ko'zdan tamoman yo'qotish uchun bir suiqasd planlaydi. Bir kuni Sharvoni xonning navra aksi Jasorat Jaladivaning podshoh Baladivaga Bahubalining jiniga qasd qilmasligi to'g'riliq yalvorayotganligini ko'rib qoladi. Hamda ko'nglida bu qeyrning xili vijdoni bor ekan-jumu deb birlikda bu qeyr bilan Baladivani ko'zdan yo'qotib Bahubalini qaytadan taxtga chiqarishni planlaydi. Amaliyotda bularning hammasi bir qiltoq edi. Baladivaning maqsadi bo'lsa, Jasoratning qo'lidagi Bahubali bergan shu qalamtirash orqali o'zini yordar qilib, Bahubalining o'zini qasdiganligi to'g'riliq yolg'on paket o'ydirib, uni taltukuz ko'zdan yo'qotish edi. Tova, ko'rdingizmi? Bola baxtimiki desak, eshak beqibsiz ana. Ma o'yini qilayotganligini ko'rdingizmi? Ma o'z bolangizning yuzini ko'rdingizmi urayotganini? Yaman nachar nima kevo? Jaladivaning yolg'on yo'qdoq gaplariga ishinib ketgan bu sodda Poliko'zxon qattiq ranjib ketdi. Tova. Hey, küçüküm deb qo'ysam yomon edi deyishib ketdi bu bola. Bugun aksiga qas qilsa, opsiga qas qilishdan yanmaydi. Xotinning kayniga kirib, aqli bulg'unibdi buning. Amdilikda amal qolmadi. Unda o'g'il bo'lgandan bo'lmaganli yaxshi. Kataba, Labay, Hindiston nopasini azaytishga to'kib qo'shgan bormi? Har vaqt farmon berdirman. Amisi berib Bahubalini o'ldirib et. Kataba bu ishga qat'iy qarshi Lekin xon valididan mushu vazifani tugatsa haqiqiy jingshigun bo'la oladiganligini anglagan Katabba amalsizlikdan ma'qul keladi. Baladivaning buyrug'i bilan Katabba yolg'onlardan tutqun bo'lgan bo'lib, Bahubalidan yordam so'raydi. Qahramon Bahubali Katabbaning tutqun bo'lganligini anglab, shamshirni bilib, bo'stirma ichiga kirdi. Katabbani qutqizib chiqqan Bahubali dushmanlar bilan qattiq jang qiladi. Jang qilish jarayonida Bahubalining dumbisi qichishib ketib, Katabba dumbamni qashlab eti deb shamshirni tashlaydi. Bunun bir yaxshi fursat ekanligini bilgan Katabba qashlash degan mana mandoq bo'ladi deb Bahubalining ichitishini biraqla qashlab etdi. Nima qiliq bu? Kechirsizlar shahzoda. Bu onangizning buyrug'i. Bu vazifani tamomlasam, men o'ngishli janjang bo'laman. Bo'pti tog'a, buni tushunaman. Hozir xizmat depish oson emas. O'lab ketadigan jahonga bumi yaxshi bo'ldi. Meni eng oxir bir poch rasmga tortib qo'ysang bo'lamdi. Bahubali Hindistondagi 3-nomerlik toshga yo'linib, intayin shay bir harakatda o'ltirib, qattiq vaqiraydi. Meyyanni osh! Kishmish! Bu chaqda Baladiva to'satdan paydo bo'ladi. Vay ötey adaş. Bahubalining o'lganligini ko'rgan Baladiva salbiy personajlarning isil fazilatini joriy qildirib, o'zining qilgan atkanlarini birni qo'ymay so'zlashga boshlaydi. Hamda o'lab xizga aylanib ketgan Bahubalini kayni-kayndan netchini budav qilib etdi. Bu maydon jangdagi eng yaxshi MVP bo'lib baholangan Katabba podshoning gaplarini anglab qattiq cho'chib ketdi. Hamda validamning oldiga haqiqiy ahvolni aytgani keladi. Mana bu o'g'lingizning qini. Ha? Nima qiliq bu? Og'zingni yumsa tutun. Desalar balangning sana bo'lgan muhabbatidan gumonlanib, o'pchirangdagi tayin yo'q to'qopoq siz xiyon yo'laning deb usul o'ynab, o'z balangni qarab turib o'lim girdog'iga qistab apading. Lekin sen bilamsan, sening o bechara balang toki o'lgicha seni yod etib keldi. Sening g'ururingni qo'g'dab keldi. Bularning hammasi sening ashu amroq balang Baladivaning hilisi. Oh my god. Bilmey deptimen diva çıraylık İken neslide bahu çıraylık Ayrılgan çağda Abla Katabba Yemini tezüyle Katabba Asli hamma o'yinni Baladiva bilan Jaladivaning bir qo'lliq qilolganligini bilgan Poliko'zxon kichik piyillik bilan o'z kelindan apo so'rab navirsini quchog'iga oladi. Hamda pastda g'ulu-g'ulu qilayotgan xalqning oldiga chiqadi. Bahubali o'ldi. Mana bu yangi taxt varisi Mahitra Bahubali. Bu chaqda intayin haybat bir
bu paytda fursat pishib yetildi deb Jalodiva umrida xonishni ko'rib baxmagan lashkarlarni chaqirib xonishni o'ltirib etmoqchi bo'ladi. Dongliq qilishvoz Katabba bo'lsa, qilishni tashlab qo'yib, eshikdan birini qo'mirib elib, odam kelsa qo'rqmayman yapir, chunki badu menda fangdawmir deb dushmanlarni vaqtincha to'sab qoladi. Odatda bir jini bilan yuzga tetiydigan Katabba rejissorning o'rinlashtirishi bilan podshoning bo'sh bir tepshig'i yetib berdi. Xonish bo'lsa, qizim, siz tug'utdini yangi qopdingiz. 40 kungacha ish yerga bormay chim yiting. Men tövanga dekkila chib chiqayjimi? Debla Disha Tungdav bilan qichib ketdi. Karvonxonaga ko'yib yurgan Baladiva, Bahobali sen uchun onamdan kechalmidi. Men bu masalani osonla hal qilaman. Buningdan keyin qinapining dardini tatmaysan deb o'z onasini o'xya bilan yo'lga sep qo'ydi. Suvga tushib ketgan Balako'zxon amaliyotda o'lmagan edi. U o'zini qurbon qilish badaliga Bahobalining o'g'li Mahitra Bahobali yana hozirgi Shivaning jinini saqlab qoladi. Dadasini o'ltirib bu gaplarni qilchimi xijil bo'lmay Shivaga deb berayotgan Katabba, men qiyirdim. Qo'lingdan kelganini qil. Dadangmo xo'rk yo'g'an bir nima deydi. Bu gaplarni anglagan Shiva onasining yiniga yugurib keladi. Hey ona, dadamninkini yo'g'an, dadamning xo'rigini yo'g'an deydi-ku. Ha? Nerede qaldinglar? Necha yildan yoqi fuarday deb qo'ysanglar bo'lmamdi meni. Tag'am degan bir nimani qovurg'ini ushlab etmaydigan bo'lsam, bu gaplarni anglagan xalqlar taraf-tarafdan yig'ilishib ketadi. Nima bo'pti? Nima bo'pti? Mobalni podsho bo'lib deydi-ku. O silvalaylijimi? Silvag'inimiz qoladi. Ammo g'azab yarishibdi-ku mobal. İçilib ketibdi ma bidir. Men bayatın silanmay qoldim. Men shu silanmay qoldim. Ey yigitlar, bu texi boshlanish. Xandallikni bir qo'limizga olayli. Ni yo'g'on narsalar boslaydigan. Oligey! 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 Bu chaqda yana bir tarafda bo'lsa, podsho Baladiva zodi qandoq zanjir taqganda haqiqiy hip-hop bo'la oladiganligi to'g'riliq boshqa turib Ma o bekpayzi zanjirdi. Lekin taqib olsam sal jo'nye ko'rinmay qolamanki. Hey, lekin bekpayzi omraqtimda. Haqiqiy Robning ro'yi zodi zanjirdimu, qopiyadimu? Ajab beshim qotdi. Hocam, Katabba bir to'p gangstarlarni boshlab siz bilan birga-bir battle qilmay deydi. Tez qilamdik-a? Bu chaqda podsho o'zining bobejingsini ishqa silib, yiroqdagi ahvolni kuzatib boqmoqchi bo'ladi. Hamda yiroqdan so'ngrin tov qilg'ini kelgan Sharvonxonni ko'rib qoladi. Ammo kirim qilmagan satang bir cho'kan kelyapti jima. Olam, nima bo'ldi? Gaqila. Tercho'kamika? To'xta, men ko'ray. Men amroq. Nadiki qiyircho'kan u. Bahobali ekan bu. Bu chaqda Sharvonxon qarindoshlar jam bo'lsa deyman degan naqshini to'lab, Baladivaning bolasining bir qismini qaytirib berdi. G'iriblikda qolmasa ona, yolg'izlikda qolmasa dada, qilsa bola burchini ota. Qarindoshlar jam bo'lsa deyman. Azaldan birga bir chiqishdan qo'rqmaydigan bu podsho qo'shin boshlab o'zining omroq kombayinsini haydab, yo'lni jiroq ko'may Sharvonxonning yiniga keldi. Va Sharvonxon bilan ishkirlab paranglish uchun mehmon do'stlarcha put qo'lni bog'lab, o'zining o'rtasiga kirib ketdi. Botir Shiva onasini qutqizish uchun podshoga o'xya otdi. Lekin keyinu tex tugmadi-da. Shunga podsho undoq oson o'lmaydi. Hamda qopli qilib o'xyoni tutib oladi. Ey Baladiva, oldin qitim o'xyoni bundaq tutib olgan odamning oqibati yaxshi bo'lmaganmi? Nimalar bo'lmas diqqat qil. Baladiva Shivani to'sib bilish uchun lashkarlarni o'xyo etishga qo'ydi. Shiva bo'lsa, "Akang xuyen, bundaq ishlardan qo'rqmaydi" deb yonmay oldiga chiqdi. "O anangni xotirjam bo'lsin desang, bundaq qaramlik qilma. Nima qilsam bo'ladi? Ha? Anam dedim-ku. Kallangni ishlat dadangdek, ishak bo'lma. Vaqiraysan jaranglik, qilma hargiz qaramlik. Aqling bo'lsa shoburut, o'pcho'rimiz baranglik. To'satdan Shivaning kallasiga Fannudi Shavnyav degan o'yin kelib qoladi. Shivaning lashkarlari shunchalik chinki
yog'och sundiki sunk sunmaydi. Bizning Botir Shiva go'yida sanchur solsa, go'yida meygo duyjanga o'zgaradi. Yana bir tarafda bo'lsa, bizning Pakmaya ishtqu zavotimizning birinchi qo'li Jalodiva Katappaning toz beshini aylantirmoqchi bo'ladi. Ey Katappa, hamini datisini o'ttiribetding. Ko'nilada toz bo'lsang gadangichi bo'l degan gap batdi. Sen tiha amda o'ttirg'ich toz bo'psa, shvanimi o'ttiribetib, xapoma men qayerdim, menga nima amal deb turvasangli bo'laveradi. Katappa qo'lidagi shamshirni qattiq tutib, shvani o'ltirib etish niyatiga keldi. Dal mush vaqtda beshini ko'tarib, kunning nayzi bo'yi o'rliganligini ko'rgan Katappa Jalodivani ta'tir qachat bilan irni soladi. Ey, toz qaptimi ozg'ili, bir kimani mengit ko'ryotamsa, tozning ahli tushdinkin deb anglamaganmi? Hozir tushdinkin bo'p bo'ldi. Amdi tapdım ahlimni, bugun tapdım ahlimni, amdi xumsi olmayman. Otishning anjiri yomon, rapchining zanjiri degan gapni anglagan Shiva, bola divaning zanjirini uzitish orqali o'zining rap dunyosiga kirdigan yo'lini taltuks ichib yetdi. Boshlab ketdik. Yenimdeki po'xotinni chaqirdim men ana, kep qoldim men yeningga, taxt talishmana. Yaman bo'lsang o'zing chiqib bir-birlab chana, lekin mening odimimga qishalmisan sana. Skirt! Yo, akang Baho MC Shiva. You checking up? Oh yeah, okay. Yo, checking out, this is MC Diva Zanjir. Okay, başlap ketdik. Come on. Hey jiyanim, etvatqinning g'azal bu ya rap mo? Ya bo'lmasa qung'ang'ili urib topgan gap mo? Atrofingga qarab baq, odimimni sanab baq. Bir ko'y to'lab ko'rishim, cho'qim menga shart mo? Men nima dedim? Ya pul to'lab ko'midim. Sen ishlaganga sen rozi, bekorlik ko'ygaga men rozi. Gapingning ma'nosi nima zoti? Bahubali Mehmet Sali. Qo'limda bozgan mikrofon, Po'lat Saymanim mikrofon, kallanga bir mush mikrofon, motherfucker mikrofon. Skirt! Yeah. Rapti bola divaga tankilanmagan Shiva bir mush yeb Xogo qozonning yiniga berib qoladi. Xogoning tuzini tetib rus bir yavog'andan keyin bu tomoqning amaliyotda haqiqiy issiq bosadigan er kishiga kuch-qudrat beg'ishlaydigan tomoq ekanligini isbotlab berdi. Bola diva bunda quvvatli tomoq yegan Shivaga tankilanmay qoladi. Hamda o'zining o'tgan kunlariga ichinib qattiq vaqiraydi. Hammang Bahu balam deysa, shulam xo'li bo'lamda, ha? Men bir xo'li bo'lib baqsam nima bo'ladi? Sharvoni ham bo'lsa, mana amisa seni o'zim bir qo'lli xo'li qilibman deb, uni maydondagi qiziq nuqtaga aylantirib etdi. Shunda qilib Shiva Hindiston xonadonligi podsho bo'lib taxtga o'ltirdi. Hamda Hindistonning bugungi kun kelganda dunyodagi namratlar nupusi eng ko'p davlat bo'lishiga asos soladi. Chunki u bir obdan taqsidan qolgan oltinlarni xalqqa yeritib taqitib bermay suvga tashib etdi. Shuning bilan bu kinorimiz oxiri tugadi. Izchil salonimizdan bir ko'y to'ylab setibilib ko'rayotgan do'stlarimga rahmat aytaman. Sizlar mening eng yaxshi qo'llag'uchilarim. Keyingi kinoni oldin ko'rmoqchi bo'lsangiz, bir ko'y tayyorlab qo'ying, ha. Keyingi filmni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pano saloniga kiring. Salon nomi Boshpatti izig'liq. Oxiri tugdi bu Bahubali. Ishchimni siqib. Fi